Xo'p, assalomu alaykum yana bir bora. Biz bugungi darsimizda multi-level imtihonni speaking part 2 qismini ko'rib o'tamiz va strategiyalar, ya'ni savollarga qanday javob berish kerakligi haqida bugungi darsimizda gaplashamiz. Xo'p, unda biz darsimizni boshladik. Men ya'ni ekranga yozishni boshladim. Xo'p, ketdik. Bugungi darsimizda lesson is speaking part 2. Ya'ni biz part 2, ya'ni multi-level imtihonni part 2 qismini bugungi darsimizda ko'rib o'tamiz. Do'stlar, men bugun part 2 ga, ya'ni sefr imtihonida juda ham ko'p tushadigan va ko'pchilikga o'ylantiradigan savolni tanlashga to'g'risi qaror qildim va bunga biz bugun misol ko'ramiz, ya'ni samplelar ko'rib o'tamiz. Xo'p, men chatga bu savolni tashlayapman. Ko'rib olishinglar mumkin. Hozir tashlayman. Real exam question. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Xo'p, kelinglar do'stlar, undan oldin sizlarga ozgina part 2 haqida, ya'ni informatsiyalarni aytib o'tsam. Xo'p, birinchidan do'stlar, bizga part 2 da nimalar bo'ladi? Xo'p, kelinglar, yozishni boshladim. Picture bo'ladi, qaranglar. A picture plus three questions. Questions given. Qaranglar. Sizlarga part 2 qismida bitta rasm beriladi, ya'ni tepada rasm bo'ladi, ya'ni uni pastida 3 ta savol bo'ladi. Xo'p. Yana nimalar bo'ladi? Xo'p. Yana bizda kelinglar bitta narsaga oydinlik kiritib ketaylik. The picture doesn't need to be described. Ya'ni bizga rasm berilar ekan, 3 ta savol bilan. Ya'ni bizga berilgan rasmni biz tasvirlamasligimiz kerak. U prosta ya'ni shunchaki nimaga qo'yiladi, bilasizlarmi? Misol uchun sizga bir mavzu berdi, to'g'rimi? O'sha mavzuga siz ya'ni fikr topa olmayapsiz. Shu rasmga qarab siz ya'ni fikrlaringizni o'ylab olish uchun shu mavzuga doir rasmni sizlarga yordam sifatida qo'yib qo'yishadi. Xo'p. Keyingi narsaga to'xtalsak, kelinglar. Nimalar qilishinglar kerak? The only target deylik. The only target answering the questions. Ya'ni sizlarni yagona qiladigan ishinglar faqatgina o'sha 3 ta savol bor-ku, o'sha 3 ta savolga javob berish, ya'ni rasmni tasvirlamaysizlar umuman. Xo'p, ya'ni ko'pchilik shu rasmni tasvirlab qo'yib xato qilib qo'yadi, lekin hech qachon tasvirlamaslik kerak. Bu prosta fikrlarni o'ylab olish uchun qo'yiladi. Xo'p. Endi ya'ni vaqtlariga kelsak. 2 minutes to talk. 2 minutes to talk. Qaranglar. Sizlarga 2 minut, ya'ni bu 3 ta savolga javob berish uchun, ya'ni part 2 qismiga 2 minut beriladi. O'zingizni javobingizni aytish uchun, ya'ni 2 minut davomida o'sha mavzuga gapirib o'tishingiz kerak. Endi qaranglar, bitta narsani aytib qo'yay, sefr imtihonini exactly. Ya'ni qaranglar, misol uchun IELTSda, misol uchun imtihon kirsam, birorda 1,5 minut gapirsa ham, ya'ni to'xtalsa, ya'ni examiner 3-part 3 ga o'tib ketadi-yu. Lekin misol uchun
Qala. Lekin sifir imtihonda misol bizda kompyuter oladi, to'g'rimi? Endi kompyuterda ya'ni o'sha soniyalar bunday aylanib ketadi. Endi misol uchun 1 minut yoki 1,5 minut gapirsanglar, ya'ni qolgan joyi sizlarga part 3 ga o'tib ketmaydi. Ya'ni o'sha paytda ham bir narsalar deyishingiz kerak. Ya'ni jim turib qolmasligingiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, endi qaranglar. 1 minute to prepare. Ya'ni sizda 1 minut tayyorlanishga vaqt beriladi. 2 minut gapirasiz, 1 minut tayyorlanasiz. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'sha 2 minut gapirishingizni, ya'ni fikrlaringizni yoki o'sha aytmoqchi bo'lgan narsalaringizni, vocabularylaringizni o'sha 1 minut ichida o'ylab, bir joyga keltirib olishingiz kerak xayolingizda. Xo'p, shu part 1 ni qisqacha description hisoblanadi. Xo'p. Illa hozir bunday qilib olay. Hozir do'stlar, muammo tug'ilib qoldi. Hozir 1 minut. Bo'ldi do'stlar. Davom etamiz. Xo'p. Ya'ni bu nima edi? Bu part 2 da qisqacha description edi, ya'ni nimalar bo'lishi haqida bitta biroz gapirib o'tib ketdim, to'g'risi. Xo'p, endi nimalar haqida gaplashamiz? Endi kelinglar strategiyani gaplashaylik. Ya'ni qanday strategiya bor bunda? Xo'p. What is the strategy? Kelinglar shuni qilaylik. What is a strategy? Ya'ni strategiya bizda bu part 2 qismida nima? Aslida buni strategiyasi juda ham oson tushunish, ya'ni part 2 ga tayyorlanish to'g'risi ancha oson strategiyalarni o'rganib olsanglar. Xo'p, birinchi o'rinda bizga ya'ni biz nimalar qilishimiz kerak? Xo'p, qaranglar. Birinchi o'rinda kelinglar shuni nima qilaylik? Shuni o'zbekchada yozaylik-da. Tushunish osonroq bo'ladi sizlarga. Hozir internet uzilib qoldi. Bo'ldi ishlar. Xo'p, davom etamiz. Qani, shuni o'zbekcha yozib ketaylik, ya'ni sizlarga tushunish oson bo'ladi. Birinchisi nima? Imtihonda tushayotgan savollarni, ya'ni savollar bo'ladi-yu, imtihonda tushaydi. Kuzatib borish kerak. Ya'ni kuzatib boring. Qaranglar. Multi-level, ya'ni sifir imtihonida savollar qaytalanish xususiyatiga ega. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni kanallarda bo'ladi yoki ko'p kanallarda tashlab turishadi va bularda siz tushayotgan savollarga ahamiyat berib, ularda ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni sifir imtihonlarda 95% savollar qaytalanadi. Ya'ni 5%
Ya'ni 5% yangi savollar qo'shiladi xolos. Shuning uchun sizlar yangi tushayotgan o'sha savollarni doimiy on a daily basis qaytarib borishinglar kerak. Tushunasizlar? Endi bizda ikkinchi ish nima? Bizda ikkinchi ish qaranglar. Qaranglar, sizga notanish bo'ladi-yu. Uzr, hozir bir minut. Qaranglar. Sizga notanishlari misol uchun kuzatilsa, darhol nima desak bo'ladi? Unga siz yo'q, qaranglar. Unga o'zingiz yoki ya'ni ChatGPT orqali sample, ya'ni misollar response ko'rish kerak. To'g'rimi? Qaranglar. Misol uchun, u savollar doirasida sizlarga umuman hayotingizda o'sha sifr o'qiyotgan misol uchun paytlarda umuman ko'rmagan savollar bo'ladi-yu. O'sha savollarga o'sha paytdayoq ya'ni o'zingizlar harakat qilib ko'rishinglar kerak birinchi, keyin iloji boricha o'sha ChatGPTdan ya'ni fikrlar so'rab, yana ham misol uchun o'zingizlar fikringlarni yana ham rivojlantirishinglar kerak. O'sha zahotiyoq yangi savollarga tayyorlanib. Xo'p. Endi qaranglar. Response gapiraylik. Qaranglar, responsedan nima olish kerak? Ideya olish kerak birinchi o'rinda. Ya'ni u misol uchun ChatGPT sizga nima deydi? Misollar beryaptimi o'sha savolga? Endi siz undan fikr oling, idea oling. Undan keyin nima olish kerak? Qaranglar. Vocabulary oling. Ya'ni so'z boyligi bo'ladi. Bilasizlar-a? Buni ham bir yo'la yodlab ketsangiz, вообще zo'r bo'ladi. Xo'p, yana nimalar? Yengil mock nima desa bo'ladi? Topshirib ko'ring. Yengil mock topshirib qo'ying. Qaranglar. O'sha javobni berganda sizlar o'zingizlar uchun kerakli bo'lgan fikrlarni olinglar, ya'ni vocabulary so'zlarni olinglar. Undan keyin misol uchun hammani o'rtog'i bor, to'g'rimi? Yoki misol uchun chatlar bo'ladi. O'sha chatlarda ham misol uchun eshitib turib, "Men darajamga mana bola tushar ekan. Men shu bilan bitta speaking mock qilib ko'rsam bo'lar ekan, bir-birimiz gaplashib" deb turib, o'zingizni misol uchun o'rtog'ingiz bo'ladimi? O'sha bilan shu mavzuda bir gaplashib ko'ring. Ya'ni yengil bitta o'zingizni sinab ko'ring, tushunasizlarmi? Ya'ni it could be your friends, ya'ni bu siz do'stingiz bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib yengil mock qilib ko'rish kerak. Xo'p, endi bu ChatGPT bilan. ye. Xo'p, endi bizda keyingi qilinadigan ish nima? Keyingi qilinadigan ish endi nimani gaplashamiz? Xo'p. How to answer part 2 questions. Ya'ni biz part 2 savollarga qanday javob beramiz? Endi qaranglar, shu haqida endi gaplashamiz. Ya'ni birinchisi nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Just answer each question. Around, Billy.
around 30 seconds. Ya'ni siz har bitta misol uchun 3 ta savol beradi dedim-ku part 2 da. Ya'ni har bittasiga 40 minut atrofida javob berishingiz kerak. Ya'ni arifmetika qilib o'ylab ko'rganda ham 40 sekunddan uchtasi 2 minut bo'ladi-ku. Shunaqa 40 minut sekund atrofida javob berishingiz kerak har bitta savolga. Bu idealniy bo'ladi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz nima bo'lishi kerak? Bizda 40 seconds 40 seconds nima desa bo'ladi? Quite long. Ya'ni biroz uzun, to'g'rimi? 40 ya'ni 40 sekund. Endi qaranglar. Bunda nima qilish kerak? Nima deylik? Bunaqa vaziyatga tushganda, ya'ni 40 sekund to'g'rimi? Siz uchun bitta mavzuda gapirishga birodarlarga ko'plik qilishi mumkin. Endi buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Qaranglar. Learn how to expand your nima desa bo'ladi? Answer. Ya'ni siz o'zingizning fikrlaringiz bo'ladi-yu, o'sha mavzuga bo'lgan fikrlaringiz. O'sha fikrlarni siz kengaytirishda, ya'ni umuman nima deydi? Ochib berishni o'rganishingiz kerak. Tushunasizlarmi? Keng o'ylashda o'sha mavzuda. Va bu sizlarga 40 sekundga bemalol yetishiga sababchi bo'ladi. Endi keyingi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Xo'p, qaranglar. Sizlarga nimani tushuntirib ketay? Qanday qilib expand qilishdi, ya'ni o'zingizlar fikringlarni yana ham kengaytirib o'tishdi, ya'ni yoritib berishdi, yaxshilab yoritib berishdi. Birinchi qaranglar. Sentence nima deylik? Ya'ni o'sha gapingizda nimalar bo'lishi kerak? Ya'ni qaysi nimalar qo'shsa sizni ideyangiz kengayadi va ochib berasiz o'sha fikrlaringizni. Ya'ni why? O'sha misol uchun bitta fikr berdingiz, to'g'rimi? O'sha fikringiz nimagaligini aytib keting. Undan keyin yana nimalar bor? How, ya'ni qandayligini aytib keting. Tushunyapsizlarmi? Misol uchun yana nimalar bo'lishi mumkin? When. When. Qachonligini aytib keting o'sha aytgan ma'lumotingizni. Yoki undan tashqari yana nimasi bo'ladi? With whom deylik. With whom. Ya'ni kim bilan bo'lgan o'sha voqea misol uchun. O'shani ham aytib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni fikringizni yoritish uchun. Ya'ni misol uchun nimalar bo'lishi mumkin? Where bo'lishi mumkin, ya'ni qayerda bo'lganligini aytib o'tishingiz mumkin. Yana nimalar bo'lishi mumkin? Yana gapirib o'tib ketishingiz mumkin bo'lgan narsalar. How do others reacted deylik. Ya'ni o'sha misol uchun aytib berayotgan narsangizga boshqalar qanaqa fikr bildirgan, tushunasizlarmi? Ya'ni qanaqa reaksiyada bo'lishgan ular. Yana oxirgisi nimani qo'ysa bo'ladi? How you felt. Ya'ni o'zingizni o'sha vaziyatda qanaqa his qilgansiz? Uni ham gapirib o'tgansiz bo'ladi. Ya'ni bu yana ham fikringizni ochib berishga juda ham katta sababchi bo'ladi. Xo'p. Bu qanaqa qilib answer berish bo'yicha ya'ni qo'llanmaydi. Tushunasizlarmi? Nima bo'lsa sizni javoblaringiz colorful bo'ladi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Endi qaranglar. Men sizlarga real exam questiondan endi sample'larni ko'rib o'taman.
Xo'p, qaranglar. Mani ko'rib turgan 3 ta savolinglar Safar imtihonida juda ham ko'p tushadi, to'g'risini aytsam. O'ta ko'p tushadi savol va ko'pchilik o'quvchi bunga qiynaladi yozishga. Chunki hozir ko'rib o'tamiz va men buni chatga tashladim. Ko'rib olishinglar mumkin bu savollarda. Xo'p, mana ko'rib turganlaringlardek 3 ta bizda savol bor va hozir har biriga alohida sample ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, qaranglar. Birinchi savol nima ekan? Tell me about a time when you felt truly free. Kelinglar birinchi savolda alohida, ikkinchi savol alohida, uchinchi savol alohida qilib ketamiz. Xo'p, qaranglar. Bu yerda aytayaptiki, sen o'zingni, ya'ni erkin his qilgan paytingni gapirib ber deyapti. Misol uchun odam o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni aytish o'sha fikrini bildirishdan oldin. Misol uchun odam qaysi paytlarda ko'proq o'sha erkinligini his qiladi. Misol uchun kelinglar shu yerda sizlarga yuzlanaylik. Chatga yoza olasizlarmi? Misol uchun inson qanaqa paytlarda o'zini erkin his qila olishini. Kelinglar shuni muhokama qilaylik. Chatda yozinglarcha o'zinglar taxmininglarni. Uxlaganda. Xo'p. Yana qanaqa takliflar bor? Toqqa chiqqanda. Ha, to'g'ri. Dam olishga chiqqanda. Yana kimda takliflar bor? Mubina qanaqa takliflar bor? Xo'p. Unda davom etamiz. Qaranglar. Men endi oqtarib ko'rdim. Ya'ni inson qanaqa paytlarda ko'proq erkinligini his qiladi deganda, statistika bo'yicha ham eng ko'pi ishdan, ya'ni ta'til olganda ekan. Misol uchun, yaqinlari bilan ko'rishganda. Ha, bu ham bo'lishi mumkin. Xo'p, qaranglar. Statistika bo'yicha ham misol uchun odamlar ishdan misol uchun ta'til olganda, ya'ni eng erkinlik payti bo'lar ekan. Misol uchun siz aytdingiz, toqqa chiqqanda yoki uxlaganda dedingiz. Lekin qarasanglar, o'shani ham bo'lish uchun ishdan bo'shash, ishdan o'sha ta'til olish kerakmi, to'g'rimi? U ham ya'ni eng ko'p erkinlik o'sha statistika bo'yicha ham ishdan ta'til olganda ekan. Shuning uchun men shuni gapirish to'g'risi tanladim va yaxshi ekan bu mavzu. Kelinglar shunga gapiraveraylik. Xo'p. Qanday boshlasak bo'ladi? Misol uchun. Xo'p, this question deb boshlaylik. This question has nima desa bo'ladi? Reminded me of nima desa bo'ladi? Of time deydi. Time when I stepped deydi. Stepped away, ya'ni stepped away from my work. From my work for while nima desa bo'ladi? To take a break. Endi qaranglar. Boshlanishiga shuni deb boshlab olsak bo'ladi. Ya'ni qaranglar. Bu savol deyapmiz. Menga vaqtni eslatyaptiki, qaysiki men ishdan nima ta'til olganimda, tushunyapsizlarmi? Ya'ni take a break bu ta'til. Ya'ni nima desa, tanaffus. Xo'p, qaranglar, men sizlarga bir yo'li shu yangi vocabulary'larni aytib ketsam va bular sizlar uchun foydali bo'ladi. Kelinglar, mana yerdan yozib ketaylik. Chiqqan so'zni yozib ketamiz. Xo'p,
Birinchi so'z nima edi? Ya'ni bizda birinchi so'z reminds reminds somebody of degan ya'ni so'z bor edi. Hozir sizlarga bu nimaligini aytib yozdirib ketaman. Remind remind smb qilsam bo'ladi. Smb of degani ya'ni kimgadir eslatmoq. Ya'ni biror narsani kimgadir eslatmoq deb gapirayotganda shuni gapiradi. Endi ikkinchi so'zimiz nima ekan? Ya'ni bu yerda nima deyapti? Bu question ya'ni savol menga eslatyaptiki deyapti. Qaysidir vaqtni eslatyapti. When I stepped away. Ya'ni step away degan so'z bor. Hozir uni ham yozib beraman. Ya'ni nima ekan? Step ya'ni stepped away from deylik. Nima desa bo'ladi? Uzoqlashmoq. Ya'ni bu so'z tarjimasi uzoqlashmoq. Ya'ni buni siz writingda ham, speakingda ham foydalansangiz cho'tki so'z hisoblanadi. Xo'p, qaranglar. Ya'ni take a break deb bilasizlar. Ya'ni bu tanaffus olish va ya'ni ta'til olish shunga o'xshash. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Bu savol menga bitta bir vaqt eslatyaptiki, qaysiki men ya'ni ishimdan uzoqlashib tanaffus olganimni, ya'ni o'sha ta'til olgan vaqtini eslatyapti ekan menga. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, ketdi. Davom etamiz. Nima desa bo'ladi? Baqa misol uchun having deylik. Having worked non-stop deylik. Ya'ni to'xtovsiz. Non-stop nima desa bo'ladi? For around 2 years deylik. 2 years 2 years yana nima davom etsa bo'ladi? I felt deylik. I felt that I was already ya'ni men allaqachon exhausted. Xo'p, qaranglar. And nima desa bo'ladi? Thought that men ya'ni o'yladimki that hozir nima desa bo'ladi baqa? I really deylik. Ya'ni menga rostdan ham juda needed. I really needed rest. Qaranglar. Zo'r chiqdi lekin. Xo'p, ya'ni having worked ya'ni shatda bitta so'z tushuntirib ketay. Zo'r so'z bu, to'g'risi. Qani so'zlarimiz biz? Mana. Qaranglar. Having worked non-stop for around 2 years. Ya'ni qaranglar. O'sha non-stopsiz, ya'ni to'xtovsiz 2 yil davomida having worked degani qaranglar. Hozir 1 minut mishka ishlamay qoldi. Mana so'z bor, qaranglar. Having worked ya'ni misol uchun having kelib turib, having kelib turib plus verb
plus verb 3 kelsa, ya'ni having bilan verb 3 kelsa, ketma-ket harakat ishni ko'rsatadi. Ketma-ket ish harakatni ya'ni nima qiladi? Ko'rsatadi. Ko'rsatadi. Xo'p, qaranglar. Batda nima deyapti? Have you worked non-stop for around 2 years? Ya'ni ketma-ket o'sha to'xtovsiz deyapti. Umuman to'xtashsiz, misol uchun ta'tilsiz 2 yil davomida ishlash deyapti. I felt that, man his qildimki, I was already exhausted and thought that I really needed a rest. Qaranglar. Yana bitta so'zni mana bitta tushuntirib ketaylik, qaranglar. Men his qildimki, men allaqachon exhausted degani bizda ya'ni juda ham charchaydi-yu, misol uchun biror narsadan juda ham charchasa, misol uchun very tired. O'sha exhausted deyiladi. Ya'ni very tired. Juda charchagan. Biror narsadan juda ham charchab ketadi-yu. Ashi narsa. Qaranglar. Ya'ni u men his qildimki deyapman. Men allaqachon juda ham charchaganman va men o'yladimki deyapman. Thought that I really needed a rest. Ya'ni qaranglar. Menga juda ham anaqa dam olish kerakligini men keyin o'sha o'yladim, anglab yetdim deyapti. Xo'p. Kelaylik deb boshlaylik. This is because deylik. This is because, ya'ni chunki deyapman. Nima deymiz? I was trapped. I was trapped in o'sha yerda kelib biz o'xshatish qilaylik. In a cycle deylik. Of 9 deymizmi yo 8 deymizmi? Bo'pti. Farqi yo'q. 9-10 hours, 9-10 soatlar of work in a day. Qaranglar do'stlar. Ya'ni buni sababi I was trapped degani, qaranglar. Shuni bitta yozib ketaylik, zo'r so'z bu ham. Ya'ni trapped degani tutilib qolmoq. Ya'ni batda aytayaptiki, batda o'xshat chiqib ketgan. Qani? Xo'p, qaranglar. Chunki deyapti, men o'sha 9-10 soat, ya'ni soatlar, millar aylanadi-yu. O'shunaqa atmosferaga tushib qolganman, ya'ni tutilib qolganman ish vaqtimni. Tushunyapsizlarmi? Bir kun davomida o'sha 9 soat, 10 soat bo'lib, o'shanga men ishga tutilib qolganman. Ya'ni nima deydi? Ishga kirib ketganman demoqchi. Xo'p. Davom ettiramiz. Which deylik. Nima desa bo'ladi? Stress haqida gapiraylik. Which puts stress. Which puts stress. Yana nima bo'ladi? And deylik. And cause it va sabab bo'ladi. Bu stress olib keladi va sabab bo'ladi. Nima bo'ladi? Burnout deylik. Burnout. Ya'ni burnoutni hali exhaustda aytdim-ku, ya'ni juda ham charchagan. Shuni sinonim hisoblanadi. Ya'ni burnout. Very tired. Ya'ni juda ham charchagan.
Ya'ni bu o'sha 9-10 soat ishladim deyapmanda va bu mani stressga va judayam charchashga sabab bo'ldirdi deyapman. Xo'p, nima deymiz? Even blurring deylik. Even blurring, ya'ni bu so'z bor, hozir tushuntirib beraman. The lion, the lion, misol uchun nima desa bo'ladi? Between deylik. Between work and family deylik. Yo'q, work and life deylik. Qaranglar. Blurring da oldimda yozib o'tib ketdi. Blurring degani biror narsani yo'qotmoq, tushunasizlar? Blurring is yo'qotmoq. Xo'p, endi qaranglar. Biz nima deb yozdik? Even blurring the line between work and life. Hattoki deyapti, misol uchun qaranglar dedi. Ish bilan hayotda o'zini vaqtlari bo'ladi-yu. Misol uchun hayotda 8 soat vaqtini ajratsa, ishga misol uchun 8 soat ajratgan. O'shani orasidagi chiziqni aytyapti. Ya'ni o'shani orasidagi masofani aytyapti. Men nima deyapman bu yerda? Men o'shani yo'qotdim deyapman. Ya'ni qanday bo'ladi bu narsa? Misol uchun 8 soat ishlamasdan misol uchun 12 soat, 14 soat, даже o'sha hayotni layniga ham, ya'ni chizig'iga ham, ya'ni o'sha masofani buzib ham ya'ni yo'qotgan, hayot davomida ham ishlab ketaveradi. Ya'ni buzilgan uni hayot sistemasi. Men o'sha narsani yo'qotdim deyapman. Ya'ni bularning orqasidan yana nima bo'ladi? After this decision men his qildim deylik-da. I felt a sense of nima desa bo'ladi? Ali, yengil bo'ladi-yu, relief, relief, nima desa bo'ladi? As though heavy weight Kela o'zbeklarda bitta gap bor, o'shani o'xshatib boraylik. was lifted nima aytadi-yu? From my shoulders. Qaranglar. Ya'ni bu o'sha narsadan keyin, o'sha voqeadan, o'sha nima deydi? O'sha voqeadan keyin I felt sense of relief. Ya'ni men ya'ni o'sha yengillik hissini tuydim deyapti. Sense of relief degani yengillik hissi. Buni ham yozib qo'yaylik. Sense of relief. Ya'ni nima ekan? Yengillik hissi, Ya'ni yengillik hissi. Ya'ni men o'shandan yengillik topdim deyapti. Xo'p, nima bo'lyapti keyingisi? Qaranglar. Yengillik topdi-da. Yana bitta narsani tushuntirib ko'rib ketaymi? Qaranglar. As though degani, ya'ni nima desa bo'ladi? As if, ya'ni go'yoki, tushunyapsizlarmi? Bu yerda men o'xshatib o'tib ketdim, to'g'rirog'i gapni. Misol uchun o'zbeklarda yelkamdan tog' ag'darildi deydi-yu. Xuddi o'sha gapni men inglizchasini go'yoki deb gapirib o'tib ketdim. Xo'p, qaranglar. Nima ekan? As if go'yoki. Go'yoki, ya'ni o'xshat nima bo'ladi-yu? Go'yoki sen qahramonga o'xshaysan deydi-yu. Bu ham xuddi shunaqa narsa bo'lyapti, qaranglar. Men o'shani his qilgandan keyin go'yoki heavy weight was lifted from my shoulders.
Ya'ni o'sha og'ir yuk xuddiki mani yelkamdan nima ko'tarilgan. Ya'ni o'zbeklarda bir gap bor, masalan, biror ish qatta, ya'ni ishtiq bo'lgandan keyin yelkamdan tog' ag'darildi deydi-yu. Xuddi o'sha bu boshqacha varianti. Misol uchun og'ir yuk ko'tarildi deyapmiz просто. Xo'p, shu yetsa kerak menimcha part, ya'ni nimaga? Birinchi qismiga, ya'ni birinchi savolga. Xo'p, kelinglar ikkinchisiga o'taylik. Ikkinchisi nima edi? Hozir ko'ramiz. Mana 2. Xo'p. Bunga endi boshqacha yondashish kerak. Ya'ni savoliga e'tibor beramiz. Ya'ni 1, 2, 3 bo'lgandan keyin sal qiyinlashib boradi, to'g'rirog'i. Ya'ni sal o'ylantiradigan savollar. How has this experience shaped your understanding of what freedom means? Ha, qaranglar, nima deyapti? Ya'ni bu tajriba qanday qilib sani, ya'ni tushuncha bo'ladi-yu, o'sha tushunchani qanaqasiga nima qilib qo'ydi deyapti, nima deydi? Shaklga solib qo'ydi deyapti. Ya'ni o'sha freedom the means aytyapti. Ya'ni erkinlik o'zi nima deyapti, tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu o'sha vaziyatdan experiment asosiy maqsadi so'rash. Voy. Hozir internet uzilib qoldi. Do'stlar, 1 minut hozir. Aytmoqchi, YouTube kanalimizga podpisatsiya bosib, like bosishni unutmang do'stlar. Va bu foydali video bo'ladi, albatta. Ishonamiz. To'g'risi internet uzilib qoldi. Do'stlar, hozir 1 minut. Ya'ni men onlayn dars o'tayotgandim, to'g'risi o'quvchilarda interneti uzilib qoldi. Hozir. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bitta nima deyapti? Ya'ni biz ikkinchi kella ikkinchisini boshlashdi, ya'ni yozishni boshladik. Xo'p, nima deymiz? Birinchi bunday boshlaylik-da. Kella I can say this experience Qosimbek videoyu yo'qmikanmi? bo'ldi hozir yoqib qo'yaman. Ko'rinmayapti. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Qaranglar. Nima deyishimiz mumkin? I can say this experience changed the way deylik. The way I regarded deylik. Regarded nima deymiz? That deylik. That freedom ya'ni erkinlik was nima deymiz? Qaranglar. Shuni o'zim tushuntirib beray. I can say this experience changed the way I regarded that freedom was. Ya'ni men o'sha freedomni nima qilganim va men ayta olamanki, o'sha experience mani way'imni freedomga bo'lgan o'ylashim, o'sha bo'lgan fikrlarimni o'sha o'zgartirdi deyapman. Xo'p.
before that deylik. I use it to nima deymiz? Think that I use it to think that freedom freedom to be able to do really to be able to buy whatever you would like to ya'ni qaranglar tuzni olib tashlaylik ungacha deyapti. Men o'ylaganmanki что o'sha erkinlik nima? Bu erkinlik men uchun o'sha paytda nima deydi? O'zi xohlagan narsalari bo'ladi-yu. Bu o'sha xohlagan narsani sotib olish bu erkinlik deb o'ylardim deb aytib ketyapman o'zim fikrimni. Tushunyapsizlarmi? Birda men o'sha fikrimni o'zgartirdim, lekin undan oldin qanaqaligini aytib ketyapman. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, ketdi. To'xtalar bunday qilaylik. You would like to demasdan want deb qo'yaylik shuni. Ya'ni o'sha nima xohlasa, ya'ni nima xohlaganini sotib olish men erkinlik deb o'ylardim deydi. Spend deylik your money, sen o'zingni o'sha pulingni sarflashing on anything you nima desa bo'ladi? You would like to dendi aytilishyapti. Like to ya'ni ya'ni yoki undan tashqari men erkinlikda nima deb o'yladim bilasizlarmi dedi. Deyapman. O'zi o'sha pulni ishlatish bor-ku. Men xohlagan narsamda, ya'ni o'zim yoqtirgan narsalarimda, ya'ni cheklovsiz o'zim xohlagan narsalarimda o'zim pulimni bemalol ishlatishim bu men uchun o'sha paytda ya'ni nima edi? Erkinlik edi deb hisoblayapman. Yana nima bo'lishi mumkin misol uchun o'sha paytda men uchun erkinlik? Or go anywhere, right? Ya'ni men xohlagan joyimga borish ham men uchun o'sha paytda erkinlik bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Endi bitta gap yozaylik-da. However, lekin nima deymiz? Not working misol uchun for a period deylik. For a period nima deymiz? Ya'ni teach shuna bilammi? Hop. Taught me that qaranglar nima bo'lyapti? Lekin deyapman. Not working for period taught me ya'ni o'sha davr davomida ya'ni ishlamaganligi menga o'rgatdiki, nimadir o'rgatdi? Nima desa bo'ladi? True freedom. True freedom nima desa bo'ladi? Freedom lies nima desa bo'ladi? In other nima deydi? In other terms deylik. Shatda menimcha shunaqa so'z bor edi, yo'q, u boshqa so'z ekan. Uzr. So'zlar yozib olganman. Ya'ni foydalanishga. Xo'p, qaranglar. Lekin not working for a period taught me that true freedom lies in other terms. Yana qaranglar. Lekin deyapman, o'sha davr davomida ishlamaslik menga nima o'rgatdi? Menga to'g'ri erkinlikni boshqa misol uchun haqiqiy erkinlik bo'ladi-yu. O'shani menga o'rgatdi deyapman. Tushunyapsizlar?
it turned out deylik. Hop, qaranglar. It turned out to be deylik. It turns out to be more about deylik. Ya'ni bu o'sha turned out ya'ni o'tdi. How you live, ya'ni qanday yashaysiz without misol uchun nima desa bo'ladi? Externally, ya'ni external pressures, ya'ni tashqi bosimlar, and ya'ni nima desa bo'ladi? Misol uchun qaranglar. Ba'da nima deyapti? Sharqacha sizlarga tushuntirib beray. It turns out to be more about how you live without external pressures. Va bu nima deydi? Ko'proq qanday ya'ni tashqi bosimlarsiz ya'ni yashashga yoki and nima desa bo'ladi? Kelman so'z ishlataylik, shatda bitta so'z bor edi. Shunaqa adashmasam. To'g'ri ekan. Obligation degani majburiyat bo'ladi-yu. O'sha majburiyatlarsiz yoki external ya'ni tashqi, ya'ni internal ichki bo'ladi, external tashqi bosimlarsiz, ya'ni yashash qandayligini tushunyapsizlarmi? O'tish. Xo'p. Darsga davom etamiz, qaranglar bolalar. Shatda bitta so'z ishlatib ketaylik. Yeah, ishlatamiz. In my case, from my work. In my case from my work, ya'ni mani holatimda o'sha mani nima deydi? Ishlash holatimdan kelib chiqqan holda nima deymiz? Also shuningdek being freedom deylik. Ya'ni freedom, ya'ni o'sha shuningdek erkin bo'lish all day, misol uchun all day nima desa bo'ladi? Qaranglar, long gives you space deylik. Space for yourself. Qaranglar, zo'r chiqdi. Ya'ni shuningdek erkinlik bo'lish, ya'ni har kuni doim gidey sizga nima beradi? Erkinlik sizga nima deydi? Hali birargilar erkin bo'lmaganda siqilib ketadi-yu. Shu siqilmasdan sizga yana ham nima deydi? Space bo'ladi, ajoyib bo'shliq, ya'ni hech qachon unaqa siqilmaysiz yoki sizda doim erkinlik bo'ladi hayotingizda, tushunyapsizlarmi? Qaranglar, yana bitta narsani shatda tushuntirib o'tib ketay. Yo'q, kelinglar, mana bu yerda bir yo'li tushuntirib ketay, ya'ni gap bilan. Kelinglar, gap tuzib o'tib ketaylik. To take care of nima desa bo'ladi? Your house, ya'ni to take care of ni tushuntirib o'tib ketay. Ya'ni nima desa bo'ladi? Mehribonchilik deydimi? E'tibor qaratish. Ya'ni o'zingizni nimamga qaratish, nima deydi? Sog'lig'ingizga e'tibor qaratish. Nima desa bo'ladi yana? Maybe your hobbies, to'g'rimi? Misol uchun, undan tashqari o'zingiz hobbilaringizga e'tibor qaratish. Misol uchun yana nimalar bo'lishi mumkin? Family bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni oilaga ham e'tibor qaratsa bo'ladi. And anything deylik. Va boshqa narsalar that truly ya'ni rostdan ham matters, nima desa bo'ladi? In life. Xo'p, qaranglar. Ko'payib ketib qolyapti, shu oxirgisi qilaylik.
rather qancha bo'ladi? Rather than on things deylik. Rather on things others, ya'ni boshqalar expect from you. Qaranglar. Va boshqalar sizdan kutadi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa o'sha narsalardan ko'ra nima deyapti? Rather than want things, ya'ni boshqa o'sha narsalardan ko'ra sizdan kutadi boshqalar. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, bu kelinglar shu 2 ga tugataylik chunki ko'payib ketib qoldi. 3 ga yozishni boshlayveraylik. O'zi nechta bo'pti? Qani, ko'raylik. Nechta so'z? Okay, nima qilamiz? Yaxshi. Wow. Xo'p, davom etarkanmiz. 3 ta. 3 davom etaveraylik. Xo'p, do'stlar 3 menimcha ham qiyin sal. To'g'risi qiynaldim bunga anaqa informatsiyalar gaplar topishda, lekin yozishga harakat qilamiz. Xo'p, qaranglar. Why do you think freedom is important for individuals and societies? Nima deb o'ylaysiz? Qaranglar. Nimaga san o'sha nima deydi, erkinlik muhim deb o'ylaysan for o'sha odamlarga va jamiyatga? Tushunyapsizlarmi? Erkinlik bo'lish o'sha odamlarga yoki jamiyatga qanaqa foydaligi foyda deb o'ylaysan deyapti-da. Xo'p, kelinglar buni bunday boshlaylik. I think bunday deylik. I think o'zi yaxshi edi. Prosta yoki o'chirib qo'ying. I think freedom, ya'ni men o'ylashimcha erkinlik plays essential, ya'ni muhim rol o'ynaydi. Tushunasizlarmi? In the prosperity of individuals. Ya'ni qaranglar. Tak. Ya'ni men o'ylaymanki, o'sha yengillik, erkinlik asosiy, ya'ni muhim rol o'ynaydi prosperity of the individuals. Ya'ni nimani hayotida nima deydi? Odamlar uchun gullab yashnashiga nima bo'ladi? To'xtanglar, shu so'zni yozib ketay, aytmoqchi. Sizlarga aytmasdan o'tib ketmay. Prosperity, prosperity degani gullab yashnamoq. Ya'ni nima deyapti bu yerda? Qaranglar. Odamlarni, ya'ni erkinlik odamlarni o'sha gullab yashnashiga asosiy rolni o'ynaydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni misol uchun erkinlik bo'lmasa boshqa narsa bir tiyin demoqchi bu yerda. Xo'p. Nima deymiz? Mana and communities, ya'ni o'sha odamlarga ham communitylarga ham erkinlik kerak birinchi o'rinda. Xo'p, when free people can explore, ya'ni kashf qila oladi themselves, ya'ni o'zlar o'sha o'zlarini yana ham nima qila oladi? Explore, ya'ni kashf qila oladi o'zlarini. Va for misol uchun yana misollar. Neyse bular. Qaranglar.
Ya'ni o'sha odamlar o'zlari bilan o'zlarini kashf qila oladi. Nima qilish orqali? A, qaranglar, o'zlarida xavfli narsalar bor, risklar. O'shalarni eksperiment qilib, ya'ni o'zlarini kashf qila oladi. Tushunasizlarmi? Xo'p. Yana qanaqa so'z ishlasak bo'ladi bitta? Ha, bo'pti. Xo'p, bunday deylik. Trying misol uchun themselves, o'zlarini misol uchun sinab ko'rish, misol uchun in new aspects of life. Ya'ni qaranglar, va ular o'zlarida yangi, ya'ni nima deydi, hayotdagi ta'sirlar bilan nima deydi, o'zlarini sinab ko'rishadi yoki harakat qilib ko'rishadi. Tushunyapsizlarmi? Yoki nima deysiz? Hop, davom etamiz. Qaranglar. Qanday boshlasak bo'ladi endi bu yoqni? Also freedom, ya'ni shuningdek, ya'ni erkinlik nima desa bo'ladi? Is ya'ni generally asosiy nima desa bo'ladi? Shu yerda o'xshatish qilib ketaylik. Shuni yozladim, creativity. Xo'p, qaranglar. Shuningdek, erkinlik asosiy kreativlik bo'ladi-yu, ya'ni kreativ yondashuv. O'shani asosiy kaliti, tushunyapsizlarmi? Misol uchun qaranglar, o'ylab ham ko'ringlar. Misol uchun bitta shoir turibdi, to'g'rimi? Uni tepasiga kimdir kelib turib, erkinlik bermasdan shuni misol uchun yozasan desa, misol uchun yoza olmaydi-ku, to'g'rimi? Unga nima kerak? Erkinlik kerak. Ya'ni bular bir tiyin bo'ladi, ya'ni erkinlik bo'lmasa. Ya'ni asosiy rollarni o'ynaydigan narsa bu erkinlik hisoblanadi. Xo'p, yana nima desak bo'ladi baqa? Hozir. Nima desak bo'ladi? Which often deylik. Which often leads to individuals, ya'ni bu ko'p hollarda successful, shuni yoziladi. Points in their nima desa bo'ladi? Lives deylik. Qala. Bundan tashqari, ya'ni ko'p hollarda bular individuallarda muvaffaqiyatli nuqtalariga, hayotlarining nuqtalariga nima bo'ladi? Sababchi bo'ladi. Ya'ni erkinlik. Shunday qilib ketsanglar bo'laveradi. Ya'ni generally fikrlarda, ya'ni oxirida, chunki bu xulosa qilib aytyapsizlar-da, chunki shu gap tugayapti, sizlar 2 minutda gapiryapsizlar. Shunday qilib aytib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar, yana bitta nimalarda aytib ketsanglar bo'ladi albatta. Misol uchun qaranglar. Society esa, misol uchun jamiyatlar, endi jamiyatga o'tyapmiz. Biz nimani gapirib bo'ldik? Individualsni gapirib bo'ldik. Ya'ni nima deydi? Odamlarni gapirib bo'ldik. Endi biz jamiyatga bir o'tib ko'raylikchi. Societies that qaranglar. Societies that ensure freedom, ya'ni ensure freedom are also deyiladi. Yo, are also demaylik. Ya deyiladi. Are also more deyiladi. Innovative deyiladi. Ya'ni innovatsiyalarda, ya'ni ham jamiyatda nima kerak bo'ladi, ya'ni muhim rol o'ynaydi. Почти erkinlik. Tushunasizlar? Ya'ni innovatsiyalar bo'ladi-yu.
Xo'p, qaranglar. Bunday qilaylik-da. Davom etib ketaylik. Demonstrate, demonstrate. Qaranglar. Backhouse. Yo'q, bunday qilaylik. Mayli, davom etaveramiz. Qaranglar. Demonstrate because population. Mana o'sha oxirgi gaplarni yozyapmiz, ya'ni conclusion, ya'ni oxirgi qismlarni biz portlatib olishimiz kerak, bomba qo'yishimiz kerak. Population can nima deymiz? Can freely, ya'ni erkinlik express deylik. Express themselves. Yana nima bo'lishi mumkin? Misol uchun and their misol uchun fikrlari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Opinions, misol uchun fikrlari, which, ya'ni oxirgi gapda, ya'ni asosiy qilishimiz kerak. Which is a good sign qilaylik. Ya'ni qaysiki bu juda ham yaxshi nima deydi? Belgi, nima deydi? Belgi. For deylik. Endi societyda gapiryapmiz, to'g'rimi? Modern country. Ana chotga chiqdi, qaranglar. Demonstrate because bu ko'rsatyaptiki, chunki population can freely express themselves. Qaranglar. O'sha xalq bor-ku, o'sha jamiyat o'zlarini bemalol nima qila oladi. Nima deydi? Fikrini, o'sha nima deydi? Erkinlik bilan express qilib beradi, yetkazib bera oladi. And their opinions, va ularda hattoki fikrlarni ham express qilib bera oladi deb, ya'ni general aytib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Which is good sign for a modern country. Ya'ni bu ya'ni nima desa bo'ladi? Yaxshi belgi bo'la oladi hozirgi o'sha zamonaviy shaharlar uchun bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, shu bilan bizni hozir nimamiz tugadi? Part 2 qismimiz o'z nihoyasiga yetdi, do'stlar. O'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi sizlarga va chotki misollari bilan bo'ldi. Endi misol uchun bunaqa savollar sizlarga ilon chot bo'lmay qoladi. Umuman bemalol javob bera oladigan bo'lishlarni tilayman. Va pastga yozib ber, ya'ni misollarni yana boshqatdan ko'rib chiqasizlar. Men hozir dars faylini tashlab beraman. Undan tashqari men so'zlarni yozib berdim. Bularni ham ko'rib, misol uchun writing, speaking, boshqa joylardan ham foydalansanglar chotki so'zlar hisoblanadi. Xo'p, do'stlar, hammanglarga rahmat. Darsda qatnashganlarga va ko'rganlarga o'ylaymanki bu foydali bo'ldi. Hammanglarga rahmat.